Men Toyirov Xurshid, oliy ma'lumotli shifokor, kineziologman. Bugun sizlar bilan juda muhim muammolardan bittasi haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni, agar sizda shunaqa muammolar yuzaga keladigan bo'lsa, buning natijasida sizda davleniya o'ynashi, yurak, buyraklarda muammolar, hatto suyaklarda grijalar bo'lishi bo'yinda, bularning hammasi shu kasallik sabab yuzaga keladi. Ya'ni boshida shu turadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Unda hamma narsani uyda qanaqa buni davolash mumkinligini, qanaqa vaziyatlarda doktorga murojaat qilish kerakligini hammasini aytib o'taman. Agar sizda qoshlarning orasida tortishib og'risa, ko'zni ochishga ham holingiz bo'lmasa, og'riqlar bo'lsa, ko'zlar o'z-o'zidan yumilib ketsa, holsizlik, ya'ni slabiylik bo'ladigan bo'lsa, biron ishni qilishga hech qanaqa xohish bo'lmasa, keyinchalik esa yuz sohasida biron narsani chaynaganingizda sanchib ba'zida og'rib ketsa, yo o'tirib televizor ko'rganingizda yo boshqa qilganingizda qo'lingizni qo'yib o'tirganda shu tomonda sanchib og'riq bo'lib, jag'larni harakatlantirish orqali saligini yengillashtirib oladigan bo'lsangiz, bu uch shoxli nervni endigina yallig'lanishini boshlanishi hisoblanadi. Bu keyinchalik jiddiy muammolarga olib keladi. Chunki ko'pchilik aholimizda ishxonaga borganda ham, uyida ham shunaqa muammolar yuzaga kelsa, borib davolanishga hojat yo'q, o'zi o'tib ketadi deb o'ylashadi. Lekin bu asta-sekinlik bilan kuchayib borishini hisobiga keyinchalik sizda davleniya o'ynashi, ya'ni traynichniy nerv chiqadigan joyga bo'yin mushaklari ham birikkan bo'ladi. Shuning uchun sizda keyinchalik bu mushaklar tortishib, qon tomirlarini miyaga kiradigan va chiqadigan tomirlarni siqib qo'yishini hisobiga davleniya o'ynaydi. Ba'zida tushib ketadi, ba'zida ko'tarilib ketadi. Keyinchalik esa umuman tushmay qo'yadi, faqat ko'tariladi. Davleniya 150, 180, 200 ga chiqqanda ham sezmaysiz. Ya'ni sizda kuchli davleniya ko'tarilishi ketyaptimi, yo'qmi? Bu o'sha dekompensatsiyaga o'tgan bo'ladi. Davleniya doimiy oshirib, bunaqa baland davleniyani tana ushlab turishi uchun yurak zo'riqib ishlaydi, buyrak zo'riqib ishlaydi. Siz boshida yuragingizni, buyragingizni tekshirtirganingizda neznachительный juda kam muammolar chiqqan bo'lsa, 5-6 yil juda baland davleniyada yursangiz, bu davleniyani ushlab turish uchun yurak ko'p ishlagani uchun sizda stenokardiya, taxikardiya, aritmiyani har xil turlari, klapanlarda o'zgarishlar va boshqa ritmni buzilishlari yuzaga keladi. Ya'ni yurak charchaydi. Ikkinchisi esa buyraklaringiz. Buyrak ham bunaqa baland davleniyani ushlab turishi uchun unda asta-sekinlik bilan qon aylanishi buziladi, to'qimalarida o'zgarish bo'ladi. Juda ko'p kasallarni, bemorlarni ko'rayapman praktikamda, shunaqa o'tkazib yuborgan 200-220 davleniya, 180 davleniya bilan doimiy yurgan, faqat dori bilan tushirib yurganlar 10 yil, 12 yildan keyin buyraklarda smorshiy o'tsa qilgan, ya'ni buyrak asta-sekin qurib boshlagan. Buni hammasi o'sha davleniyani juda baland hisobiga, qonni yaxshi yetib kelmasligi organni va organ juda maksimal doimiy ishlagani hisobidan periutomleniya, ya'ni charchashning hisobiga yuzaga keladi. Bularning hammasini boshlanishi traynichniy nervdan boshlanadi. Keyinchalik traynichniy nervni davolatmasangiz, davleniyadan tashqari asta-sekinlik bilan bo'yin qotishi va yelkalarga, qo'llarga og'riq berib boshlaydi. Agar sizda bir tomon yallig'langan bo'lsa va bir tomondagi mushaklar tortishishni boshlagan bo'lsa va e'tiborsiz qoldirsangiz, demak sizda keyinchalik o'sha tomondagi mushaklar tortishishini hisobiga bo'yinda protruziya, osteoxondroz, grijalar chiqishi yuzaga keladi. Ya'ni bu kak sepochka, zanjirga o'xshab bir-biriga bog'lanib ketadi. Boshida oddiy narsaga e'tibor bermaysiz, keyinchalik bu asta-sekinlik bilan jiddiylashib boradi. Bunga yana nimalar qo'shilishi mumkin? Traynichniy nerv, ya'ni uch shoxli nerv shamollashi, jarohatlanishida asta-sekinlik bilan tepa jag'dagi tishlaringiz, keyinchalik pastki jag'dagi tishlaringiz hech qanaqa besabab, hech qanaqa muammosiz o'sha joydan tushib ketishi, o'z-o'zidan og'rishi milklaringizni, bir varakayiga bitta tish emas, ikkita, uchta, to'rtta, umuman bir xilda butun jag'i og'riydi. Buni hammasi tishdan emas, aslida traynichniy nervdan bo'ladi. Bunaqa kasallarni kelganda, yoshi o'tgan o'sha 50-60 yoshli bemorlarimiz kelganda qaraganimizda ikkita jag'ida ham tishlari pashti almashtirib bo'lingan. Bularda asosan traynichniy nervni hisobiga doimiy og'rigan va birin-ketin tishlarni davolatib boshlagan va almashtirishgan. Keyingi muammo esa quloqdagi shum. Quloqdagi shum nimani hisobiga yuzaga keladi? Traynichniy nerv, ya'ni 5-para deymiz buni. O'zi miyamizda 12 ta para nerv chiqadi, juft. Shundan 5-chisi bu traynichniy nerv. Bu nerv aynan quloqning oldida, mana bunaqa ushlasangiz suyak bor. O'sha suyakni quloqqa tomon yurganingizda chuqurchaga tushadi qo'lingiz.
aynan shu joydan chiqadi. Bu to'g'ridan to'g'ri ichki quloqqa ta'sir qiladi. Ya'ni sizda doimiy traynichniy nervda muammo bo'lsa, quloqda shum bo'ladi. Quloqdagi shum sabablari juda ko'p. Shulardan bittasi traynichniy nerv hisoblanadi. Lekin o'shani hisobiga ham mana bu bo'yin mushaklari qotadi va miyadagi qon chiqib ketishi uchun vena tomiri bor. Vena tomirini siqib qo'yadi, yarimnaya vena deymiz. Siqib qo'ygani hisobida boshda qon dimlanadi. Bunaqa odamlar ertalab turganda charchoq bilan turadi. Boshi og'rib yoki og'ir bo'lib turadi. Bu nimani hisobiga? Qon chiqib ketmayapti. Buni ham traynichniy nerv qilib turgan bo'ladi aslida. Siz bosh og'rig'iga davolanasiz, davleniyaga davolanasiz, hammasiga qilishingiz mumkin, lekin traynichniy qolib ketadi ko'pincha. Keyingi muammomiz esa bu asosiy o'z-o'zidan bosh aylanish. Ya'ni ko'chada yuribsiz, avtobusda yuribsiz, mashinada ketyapsiz, uyda yo spalniyada yotibsiz, umuman qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar o'z-o'zidan bitta aylanadi, o'tib ketadi. Bitta aylanadi, o'tib ketadi. Bu keyinchalik tez bo'ladigan bo'ladi va keyinchalik juda ko'p muammolarga sababchi bo'lishi mumkin. Demak, uch shoxli nervni asosiy katta uzilogi bor, tugunchasi bor. Miyani ichidan chiqqandan keyin, ya'ni chakka suyaklaringizni va yuqori jag, peshana suyaklarining orasidan chiqqandan keyin mana bu joyingizni ushlasangiz qattiq suyak bor, oxiriga borsangiz quloq tomonga yurganingizda chuqurcha bor. O'sha chuqurchani oldidan chiqadi, o'sha uzilok, tuguncha. Bu tugunchadan 3 ta nerv tarqaladi. Shuning uchun uch shoxli nerv hisoblanadi. Birinchisi qoshning usti bilan qoshning oralariga keladi, ikki tomoningizdan ham, ikki tomondan chiqadi bu nerv. Ikkinchisi burun tomonga, ya'ni yuqorigi jag va burun bo'shlig'i, hid bilishlarga javob beradi. Tepadagisi asosan ko'rish organlariga ta'sir qiladi. Pastkisi esa pastki jag'ga keladigan nerv hisoblanadi. Bularning har bittasi alohida jarohatlanishi yoki yallig'lanishi mumkin yoki butunlay uchalasi ham birga. Shuning uchun tekshirganimizda ba'zilarda ko'zda muammo bo'ladi. Zreniyasi juda tez tushib ketadi bir xillarda. Bir xillarda ko'zlari tez yoshlanadi, achishadi bir xillarda ko'zlari. Bularning hammasi aynan tepadagi shoxini yallig'lanishda. O'rtadagi shoxini yallig'lanishda bunaqa odamlar tez hech qanaqa sababsiz o'sha burundan rinit bo'ladi, tez shamollash bo'ladi, gaymarit bo'ladi, hid bilish buziladi, allergiya bo'ladi, doimiy qichishib yuradi. Bular o'rta shoxini yallig'lanishi va o'rta shoxida muammolar yuzaga kelganda bo'ladi. Pastki shoxi esa pastki jag bilan bog'liq. Bunaqa odamlarda ko'p tish og'riydi, tish og'rish muammosi yuzaga keladi va pastki jag'ning harakatida aynan qarsillash, ya'ni ovoz chiqadi. Sanchib og'riydi mana shu pastki jag'dagi mushaklari. Bularning hammasi traynichniy nervni muammolari hisoblanadi. Bu nervni qanaqa qilib uy sharoitida davolash mumkin? Bitta narsani tushunishingiz kerak. Hozir ko'rsatib o'tadigan praktikam uy sharoitida qilish mumkin bo'lgan, faqat videoni e'tibor bilan hammasini, har bir mashqni kuzatishingiz va bajarishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi tarafi bu qachon vrachga murojaat qilish kerak. Agar sizda mashqlarni qilish jarayonida og'riq kamaymasa va nabarot kuchayib ketadigan bo'lsa, agar sizda davlina o'ynashi, qo'llarda, yelkalarda uvishgacha borgan bo'lsa traynichniy nerv, quloqlaringizda juda kuchli shum bo'lsa, bu narsalarni faqatgina uyda davolab bo'lmaydi. Buni mutaxassisga murojaat qilish orqali davolatish mumkin bo'ladi. Bunda kineziologlar asosan hech qanaqa ukol dorisiz qo'l bilan har bitta o'sha jag'dagi suyaklar, mushaklar, nervlar har bittasiga ishlash yo'li bilan asta-sekinlik bilan apparatlar ishlatishi mumkin. Bu fizioterapevtik apparatlar qo'lda ishlashi mumkin. Bularning hammasini dorisiz to'g'rilab berishadi. Shunaqa vaziyat bo'ladiki, yallig'lanish juda kuchayib ketadi va bu faqat uch shoxli nerv emas, boya aytib o'tgan blujdayshiy nerv, ichki organlar boshqaradigan, litsevoy nerv yuzni boshqaradigan o'sha nervlargacha ta'sir qilib yuboradi. Bu vaziyatda esa ukol olish kerak bo'ladi. Ukol aynan mana shu joydan qo'yilib, mana shu quloqning oldidagi boya tuguncha dedim, nervning asosiy qismi, o'sha joyga ukol qilinadi. Agar bundan keyin ham qolmaydigan bo'lsa, uch shoxli nervni eng ko'p uchraydigan va jiddiy muammolardan biri bu quloqning orqasida aynan shu nerv chiqadigan joy bor, suyakning ichida bo'ladi. Bu mana bu do'ppayib turgan quloqning orqasida suyakning ichida bo'ladi. O'sha joyda vena, arteriya qon tomirlari va uch shoxli nerv birga yuradi. Bularning orasida izolyatsiya qilish uchun parda yoki yog' qavatlari bo'ladi, ajratib turadi. Ba'zi odamlarda o'sha o'rtadagi izolyatsiya qilib turgan narsa yo'qoladi. Shuning natijasida qon tomir yo venaga
uchoqli nerv tegib qolishini hisobiga zamыкание deymiz xalq tilida. Tegib qolishini hisobiga jag'da kuchli og'riq bo'ladi, jag'lar osilib qolishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda operatsiya qilinadi. Ya'ni shu joy ochilib, o'rtasiga spesialniy prokladkaga o'xshagan narsa bor, o'rtaga qo'yadi, ikkita nerv bilan qon tomiri ajratib qo'yishadi va yopib qo'yishadi. Shu orqali davolaniladi. Lekin bunaqa odamlar ham keyinchalik ham doimiy saligina sovuq bo'lsa ham, yuzini yuvganda ham, boshqa qilganda ham doimiy traynichniy nervni muammosi bilan yurishiga to'g'ri keladi. Ya'ni operatsiyada sizda asosiy eng qiynayotgan muammo hal qilinadi, lekin uning aslijniyasi butun umr davomida siz bilan birga yurishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun iloji boricha shu paytga, ya'ni oxiriga taqamasdan ertaroq lecheniyani boshlashingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz nima? Birinchi qiladigan ishimiz boya aytib o'tgan tugunchani topishimiz kerak. Buning uchun mana shu joydagi suyakni topasiz va suyak bo'ylab orqaga quloq tomonga yurasiz. Chuqurchaga tushasiz. O'sha joy tuguncha hisoblanadi. O'zi ozgina bossangiz og'riydi o'sha joy. O'sha joyni sekin bosasiz, qattiq bosmang. Bosib turasiz va soat strelkasi bo'yicha aylantirasiz. Keyin yana ozgina bosib turasiz. Boshida og'riq bo'ladi, og'riq joyni topishingiz kerak. Keyin sekin og'riq qo'yib yuboradi. Ya'ni og'riqni sezmay qolasiz. Undan keyin yana ham kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni og'riq statikada, ya'ni qimillamay turganimizdagi og'riqni yo'qotib oldik. Buni где-то 3 minutgacha bosib tursangiz, o'zi ancha yengillashadi. Bu tomonni ham, bu tomonni ham qilish kerak. Bir tomoningiz og'risa ham ikki tomonni qiling. Chunki ba'zida shunaqa bo'ladiki, muammo teskari tomonda bo'lib og'rimaydi, muammosi yo'q tomon og'riydi. Shuning uchun nervda shunaqa prinsip ishlaydi. O'shaning uchun ikki tomonga ham ishlash kerak. 3 minut qildingiz, og'riq kamaydi. Endi dinamikada, ya'ni harakat jarayonida og'riq bo'ladimi yo'qmi, uni ham aniqlashtirib olish kerak. Buning uchun pastki jag'ni sekin ochamiz. Ochish qaysi vaziyatda og'riq tursa, o'sha vaziyatda qotadi. Ya'ni jag'ingizni sekin ochib bordingiz, og'riq turdi, bo'ldi, dalcha ochmang. O'sha joyda qoting. Sekin yana o'sha bosib turaveramiz. O'sha og'riq yo'qoldimi, yana ochasiz dalcha jag'ingizni. Qisqasi, mana shu ochib yopganda umuman og'riq qolmasligi kerak shu joyda. Har bitta tochkani 3 minutdan obработка qilish kerak bo'ladi. Bu birinchi mashqingiz. Ikkinchi mashqingiz, boya aytdik 3 ta shoxi bor dedik. Birinchisi qoshni ustiga, mana shu joyga keladi. Ikkinchisi burunni o'sha tomondagi krilosiga, qanotchasiga, uchinchisi iyagini shu tomoniga keladi. Demak, bizda 3 ta tochka bor. Ikki tomondan hisoblasak 6 ta tochkasi bor. Nervlarni tugaydigan tochkasi. Demak, buni nima qilasiz? Qoshlarni ustida o'sha tochkani topamiz. Tasavvur qiling, o'sha bosib turgan joyingizni tagida simga o'xshagan nerv turibdi. O'shani bosyapsiz. Sekingina bir-biriga qaratib itaramiz. Ya'ni bir-biriga qaratib itardik. Ya'ni teringizdan bilinadi bu narsa. Kompressiya qilish kerak. Itardik. Sekin astalik bilan nafasingizni ham to'g'rilang. Sekin burun bilan nafas olib, sekin og'iz bilan chiqarasiz. Va shu paytda sekin qo'lingizni ham tortib boraverasiz. Ya'ni xuddi mana bu narsani siqib, keyin sekinlik bilan ochasiz. O'sha simni ikki chetga tortasiz. Mana shu narsani bu joyga ham qilishingiz kerak. Bu joyga ham qilishingiz kerak. Ya'ni buni ham ichkariga itaramiz va sekin nafas olib chiqarish jarayonida tortib boraveramiz. Yana oldini ham itaramiz va sekin nafas olish jarayonida tortib boraveramiz. Ya'ni ikkita tomondan kelgan nervlarni bir-biridan ajratdik. Chunki ular ham bir-biriga tegib qolib zamыкание berishi mumkin. Ya'ni bir-birida impulsni buzishi mumkin. Keyingisi esa har bitta o'sha ushlab turgan tochkamizni, o'sha ushlab turgan joyimizni mana bu tuguncha bilan bog'laymizda, bir-biriga itarib, keyin sekin nafas olib chiqarish jarayonida sekinlik bilan tortib boraveramiz. Ya'ni mana bu ikkita tochkani bir-biridan tortamiz. Bu bilan ham shu boyagi tugunchani ushlaysiz. Tortasiz. Keyin yana oldi bilan tortasiz. Ularni hammasini to'chni qilish kerak. Bittagina noto'g'ri harakat hisobiga naborot kuchayib ketishi mumkin og'riqlar. Shuning uchun aniq, tiniq ko'rsatganimdek qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi esa bu biz tochkalari bilan ishlab chiqdik. Keyingisi mushagi. Mushagini oldingi videolarimda ham ko'rsatganman. Qo'lingizni tozalab yuvasiz, ko'rsatkich barmoq bilan tepa tish bo'ylab og'zingizni ochgan holda tepagacha olib borasiz va uchini ozgina tepaga qayirasiz. O'shanda boyagi mushak, jag' mushagini, pastki jag' mushagini oldiga boradi. Borgandan keyin og'izni yopib 10 sekund ushlab turasiz va olib tashlaysiz.
Ikkinchi tomoni ham shu ishni qilishingiz kerak bo'ladi. Kuniga 1-2 mahal qilinsa yetadi. Keyingisi bu suyaklar bilan ishlash. Suyaklar bilan ishlashda nima qilish kerak? Bizda asosan pastki jag, yuqorigi jag, peshana va chakka suyaklari. Mana shu suyaklar uch shoxli nervni harakatini yo undagi impulslar o'tishini buzishi va uni jarohatlashi mumkin. Bu suyaklar bilan ishlash prinsipi ham bor, faqat uni videoda ko'rsatib bera olmayman. Chunki suyak bilan ishlash boshqa sistema va boshqa nervlarni agar noto'g'ri ishlab qo'yadigan bo'lsangiz, buzib yuborishi va jiddiy muammolarga yuzaga kelishi mumkin. Bularni hammasi bilan ishlash mumkin, hammasini joyiga tushirish mumkin qo'l orqali. Hech qanaqa dorisiz. Agar sizda ham yuqorida aytib o'tilgan muammolar bo'lsa, uyda o'tib ketmaydigan bo'lsa, pastda ko'rsatilgan nomerlar orqali Telegramdan analizlaringizni, shikoyatlaringizni yozib jo'nating, hammasini ko'rib beraman. Bu soha bizga O'zbekistonga yangi kirib kelganligi uchun ko'pchilik hali bilmaydi. Misol uchun bir xilla 5-10 yillab davolanib yurishadi, lekin kelgandan keyin 5-10 kunning ichida og'riqlari yengillashyapti. Shunaqa qiynalib yurgan odamlar shu videoni ko'rishi uchun pastda videoning tagidagi podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Bu orqali siz kanalimning rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lasiz.